Jahon chempionati guruh o'yinlarida eng yomon statistika qayd etgan terma jamoalar qaysi? Ro'yxatimizda 6 ta terma jamoa bo'lsa, ularning 6 tasi ham guruhdagi 3 ta o'yinning barchasida mag'lubiyatga uchragan. Ro'yxatimizda Gaiti, Tunis, Iroq, Iordaniya, Panama va afsuski O'zbekiston bor. Bu terma jamoalar barcha o'yinlarda mag'lubiyatga uchragan bo'lsa ham, ular oxirigacha kurashdi. Panama terma jamoasiga keladigan bo'lsak, ular guruhdagi 3 ta o'yinda yutqazgan bo'lsa ham, hammasi kichkina hisoblardan mag'lubiyatga uchrashgan. Va keyingisi Gaiti terma jamoasi. Gaiti terma jamoasi o'zlarining darajasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ular o'z guruhini o'lim guruhi deb nomlasak ham bo'laveradi. Ular birinchi jahon chempionati uchun ham yaxshigina o'yin ko'rsatishdi menimcha. Iordaniya terma jamoasi ham har bitta o'yinda yutqazganiga qaramasdan har bitta o'yinda gol urib maydonni tark etgan. Tunis terma jamoasining guruhdagi holatiga qaraydigan bo'lsak, ular -10 ta gol bilan mundialni tark etishdi. Bundan tashqari Iroq terma jamoasi ham guruhni -11 ta guruh bilan tark etdi va menimcha bu hech kimni hayron qoldirmadi, chunki Iroq birinchi mundialga chiqishi va bu guruhni qaraydigan bo'lsak, Fransiya, Norvegiya, Senegal juda ham katta nomlar va juda ham kuchli terma jamoalar bor edi.